Fuqarolar uchun ajoyib xushxabar hozirgina e'lon qilindi. Elektr energiyasi narxi endi 7 yilga oshirilmaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qozog'istonda elektr narxlari 7 yil davomida oshirilmaydi. Qozog'istonda energetika vaziri tomonidan elektr energiyasining maksimal chegara tariflarini belgilash bo'yicha yangi buyruq loyihasi tayyorlandi. Unga ko'ra, elektr energiyasi bo'yicha tariflarning oshishi 7 yilga muzlatiladi. Yangi tariflar 2026-yil 1-yanvardan kuchga kirishi va 2032-yilgacha amal qilishi ko'zda tutilgan. Hujjat loyihasi Qozog'istonning ochiq NEPA saytida joylashtirilgan va 17 dekabrgacha ommaviy muhokama uchun ochilgan, deyiladi xabarda.